Demak, bugungi mavzuyimiz Hardy-Weinberg bo'yicha o'rganamiz. 0 dan to pro darajagacha demak Hardy-Weinbergni o'rganib chiqamiz. Birinchi navbatda nazariyasi bilan tanishib olishimiz kerak bo'ladi Hardy-Weinbergni. Demak, Hardy-Weinberg qonuni nima? Demak, genlar chastotasi, populyatsiya chastotasi nima degan savollarga javob topishimiz kerak. Shu yerda fenotip chastotasi degan tushuncha ham bor. Hardy-Weinberg qonuni asoschilari bu ikki shaxs Hardy va Weinberg. Bulardan bir matematik bo'lgan. Bu ikkisi genlarni va genlarni tarqalishini matematik ifodalar bilan belgilash va hisoblash mumkinligini o'rgandilar. Ma'lum bir chegaralangan hududda biron populyatsiyani ichidagi genlarni avlodlar almashinuvi bilan o'zgarmaydigan genetik chastotasi, ya'ni tarqalish foiz miqdori bo'ladi. Shuni o'rganib, ilmiy asoslab bergan va matematik formula keltirgan. Matematik formula kiritgan. Biz matematik formulasi orqali hisob kitoblarni amalga oshirishimiz mumkin. Lekin afsuski qonun mukammal emas. Ya'niki bu qonun amal qilish uchun ba'zi parametrlar bor. Ya'ni genlar chastotasi avlodlarda o'zgarmasligi kerak qonun bo'yicha. Lekin shunaqangi holatlar bo'ladiki, bu chastotalar o'zgarib ketadi. Ya'ni Hardy-Weinberg qonuniga bo'ysunsa, 100 yildan keyin ham 150 1000 yildan keyin ham chastotalar saqlanib qolishi kerak, genlar chastotasi. Va u o'zgarishi mumkin bizda. Qaysi omillar, ta'sir qiluvchi omillar? Genetik drift, juft tanlash, assotsiativ juftlash, tabiiy tanlanish, jinsiy tanlanish, mutatsiya, gen oqimi bir shahardan ikkinchi shaharga ko'chish, shunga o'xshash narsa. Meyoz bosimi, genetik qo'shilib ketish, populyatsiya bo'g'ilishi, asoschilik effekti. Xullas, ushbu qonun populyatsiyaning genetik tuzilishini tasvirlashda asosiy rol o'ynaydi. Bu quyidagi shartlar bajarilganida genetik muvozanatni, genetik tenglikni ta'minlaydi. Katta populyatsiya, tasodifiy genetik driftni ta'siri minimal bo'lishi kerak. Tasodifiy juftlash, mutatsiya yo'qligi, tabiiy tanlanish yo'qligi, gen oqimi yo'qligi. Xo'p, qonun asosiy formulasi P plus Q teng 1. P plus Q'ning kvadrati 1ning kvadratiga teng bo'ladi va o'z navbatida 1ning kvadrati 1 ni bersa, P plus Q'ning kvadrati P kvadrat plus 2P Q plus Q kvadrat degan formulaga to'g'ri keladi. P dominant allel chastotasi, Q resessiv allel chastotasi. P kvadrat dominant gomozigota katta genotip chastotasi, 2P Q heterozigota katta kichik a genotip chastotasi, Q kvadrat resessiv gomozigota kichik a genotip chastotasi. Bu formula ikkita gen birgalikda kelib genotipni hosil qilganida nima bo'ladi? Aynan mos keladi. Masalan, katta a gen dominant gen, kichik a gen resessiv gen. Demak, katta kichiga va kichik a genotiplar. O'ng tarafda turgan jadvalni ishlashimiz kerak. Xo'p, jadvalni ishlashdan oldin men sizga mana bunaqangi bir holatni ko'rsatib o'tmoqchiman. Demak, xo'p, keling bir ish qilamiz hozir. Katta A demak bu dominant gen bo'lishi kerak. Deylik, mana shu katta A yungni qora rangda bo'lishini ifodalaydi. Kichik a esa resessiv. Deylik, mana shu kulrang bo'lishini ta'minlaydi deb olaylik. Kulrang. Yozib qo'yaman. Kulrang bo'lishi. Mana kichik a kulrang. Qanaqadir bir hayvonda. Endi biz shu yerda pinit katak chizishimiz kerak bo'ladi. Demak, keling mana shu yerda hozir pinit katagini chizamiz. Xo'p, demak. Mana bunday holatda. Xo'sh. Mana shuni sal xato bo'ldi. Demak, katta kichik a mana bu yerda yana bitta chizib qo'ysak. Xo'p. Demak, pinit katakka hozir avlodlarni joylashtiramiz. Mana bunday holat bo'lsin. Endi mana bu yerga deylik katta a genini qo'yaylik. Katta a geni. Bu yerda esa kichik a geni. Bu yerda ham katta a geni, bu yerda ham demak kichik a geni. Demak, mana bu yerda pinitning mana bu qismida katta a hosil bo'ladi.
demak dominant gomozigota. Bu yerda esa heterozigota hosil bo'ladi. Bu yerda ham heterozigota hosil bo'ladi. Bu yerda esa demak kichik a resessiv gomozigota hosil bo'ladi. Endi biz katta A ni qaysi harf bilan belgilagan edik? Demak, katta A genini tarqalish chastotasini P harfi bilan belgilab olgan edik. Kichik A ni esa Q harfi bilan belgilab olgan edik. Xuddi shunday bu yerda ham P va Q harflari bilan belgilab olgan edik. Bu uning chastotasi. Mana bunday holatda chastotasini qavsga olib qo'yaman. Demak, mana bu yerda P ni P ga ko'paytiradigan bo'lsak, P kvadrat kelib chiqadi. Bu yerda esa P ko'paytirilgan Q kelib chiqadi. Bu yerda ham P ko'paytirilgan Q kelib chiqadi. Bu yerda esa Q kvadrat kelib chiqadi. Xo'p, endi mana shundan xulosalarni ko'rib chiqamiz. Xulosalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, bizda qanaqa xulosalar bu yerda paydo bo'ladi? Birinchi navbatda mana bunday holatdagi katta A dominant gomozigotalarni mana pi kvadrat bilan belgilab olishimiz kerak ekan. Pi kvadrat. Bu genotip chastotasi bo'ladi. Endi katta kichik alarni esa, demak, katta kichik alarni bu yerda pi q bilan belgilaymiz, lekin ko'rib turganingizdek ikkita bor shu yerda. Shuning uchun 2 ko'paytirilgan pi q bilan belgilaymiz. Kichik a kichkina a holatini esa, demak, bu yerda bitta mana q kvadrat holatida nima qilamiz? Belgilab olamiz. Demak, mana bular o'z navbatida genotiplar. Yozib qo'yaman. Genotip. Mana bu narsalar esa genotip chastotasi. Yozib qo'yaman. Genotip chastotasi. Chastotasi. Genotip chastotasi. O'z navbatida katta A genini, ya'ni o'sha genning ham chastotasi mavjud. Uni katta A, demak, hop, P harfi bilan belgilab qo'yishim kerak. Katta P harfi bilan, demak, resessivini kichik A ni esa kulrang bo'lishini esa, demak, Q harfi bilan belgilayman. P va Q bu yerda genlarning tarqalish chastotasi hisoblanadi. Endi bir narsaga e'tibor bering, tarqalish foizi va tarqalish chastotasini farqi bor. Misol uchun, katta geni 60% tarqalgan desa, demak, pi 60% ga teng. Bu foizdagi tarqalish ulushi. Q ga esa o'z navbatida 40% qoladi. Nega? Chunki butun boshli populyatsiyada rangni qora va kulrang beradi, shu ikkita gen beradi. Biri 60% bo'lsa, ikkinchisi 40% bo'ladi. Chunki bularning yig'indisi 100% bo'lishi kerak. Chunki o'zi ikkita gen bor. Endi shuni chastotaga aylantirishim uchun men 0.6 deyishim kerak, ya'ni ulushda olishim kerak. Buni ham xuddi shunday 0.4 deb turib ulushda olsam, bu aynan nima bo'ladi? Chastota bo'ladi. Endi o'sha chastotalarni keling qo'yamiz. Mana bu yerda p kvadrat ekan, p 0.6 chastotaga teng. 0.6 ning kvadrati 0.36 ga teng. Va o'sha 0.36 bu genotip chastotasi. Endi mana bu yerda esa 2 ko'paytirilgan 0.6 ko'paytirilgan 0.4 deyman. Va bu hisob kitobni amalga oshiradigan bo'lsam 0.48 kelib chiqadi. Bu ham demak nima ekan? Genotip chastotasi ekan. Heterozigotalarning genotip chastotasi. Bu yerda 0.4 ning kvadrati deydigan bo'lsam 0.16 kelib chiqadi. Bu esa kichik a demak resessiv gomozigotani genotip chastotasi bo'ladi o'z navbatida. Endi mana shu yerda genotip chastotasi va genotip foizi degan ikki xil tushunchalar mavjud. Xo'p, ular qanaqa tushunchalar? Misol uchun katta bo'lishini genotip chastotasi 0.36 ga teng. Endi o'shani foizda hisoblasak, u 36% ga teng bo'ladi, ya'ni 100% ko'paytirib yuboramiz. Bu degani demak dominant gomozigotalarni tarqalish foizi butun boshli populyatsiyada 36% ga teng ekan. Yuqoriga sal ko'tarilamiz. Mana qora rangli gen, ya'ni katta gen A genini tarqalish chastotasi yoki tarqalish foizi populyatsiyada 60% yoki 0.6 ga teng ekan. Xo'p, ikkalasining farqi ulushida bir-biridan 100 ga farq qiladi. Demak, xuddi shunday kichik a'ni ham belgilab oladigan bo'lsam, 0.48 bu uning chastotasi, foizda esa u 48% ga teng bo'lishi kerak. Ana endi xo'p, kichik a'ni ham yozib olaman. Unda 0.16 ga teng edi. Demak, bu yerda 0.16 bo'ladigan bo'lsa, 16% ga teng ekan kichik a'larniki.
Mana bu ikkalasini qo'shaman endi. Xo'p, bunda 0.84 chastota birligi bo'yicha 0.84 chastotasi yoki 84% kelib chiqadi. Xo'p, nimaga qo'shdik? Fenotip chastotasini topish uchun. Mana bu ikkalasi ham demak qora rangda, bu esa nima? Qanaqa rangda? Bu esa kul rang bo'lishi kerak. 16% mana. Demak, butun boshli populyatsiyaning 84% qora bo'lar ekan, 16% esa kul rang bo'lar ekan. Kul rang. Aynan bu qora yoki kul rang deyishimiz bu sifat. Bu genotip emas, bu sifat. Endi qora bo'lishi dominant gomozigota bo'lib qora bo'lishi mumkin, heterozigota bo'lib qora bo'lishi mumkin. Kul rang esa faqat resessiv holatda kul rang bo'ladi. Demak, mana shu 16% bir vaqtning o'zida ham fenotip, ham genotip chastotasi, lekin mana bu 84, demak mana bu fenotip chastotasi. Ya'ni mana bu 0.84 deganimiz, mana bunday holatda stelka qo'yib qo'yamiz. Mana shu narsa, demak, nima ekan? Fenotip chastotasi ekan, fenotip chastotasi. Qanaqa fenotip chastotasi desa, populyatsiyadagi qora rangning fenotip chastotasi. Bu esa 0.16 deb yozishim kerak chastota ko'rinishda. Demak, bu ham o'z navbatida fenotip chastotasi. Mana bu ham fenotip chastotasi yozib qo'yaman, fenotip chastotasi. Faqat bu fenotip chastotasi kulrang bo'lishini, demak nimasi ekan? Fenotip chastotasi ekan. Qora bo'lishini fenotip chastotasi, bu esa kulrang bo'lishini fenotip chastotasi. Endi qora rangda bo'lishi ham ikki xil genotipga asoslangan holatda bo'ladi. Demak, mana shunaqangi bizda tushunchalar mavjud ekan. Endi keling bitta masala ishlab ko'ramiz bu yerda. Xo'p, masalamiz quyidagicha. Katta A genini tarqalishi 0.7 ga teng, kichik A ni tarqalishi esa 0.3 ga teng. Katta A bizda uzun bo'yni ta'minlaydi, uzun. Kichik A esa kalta bo'lib qolishini ta'minlaydi, kalta. Mana bunday holatda. Xo'p, endi keling ko'rib chiqamiz. Katta A uchun men pi kvadrat degan formuladan ishlataman va mana shu 0.7 deganim bu p, 0.3 deganim esa bu q. Buni foizda ham ifodalash mumkin. 70% va 30% shaklida. Bularning yig'indisi esa 100% bo'ladi. Xo'p, formula esingizda bo'lsa, p plus q teng 1 degan formula aynan shundan kelib chiqadi. Mana p 0.7 bo'lsa, q ning qiymati esa 0.3 ga teng bo'lsa, yig'indisi 1 bo'ladi, 1. Yoki buni foizda ham ko'rishimiz mumkin. Bu 70% bo'ladigan bo'lsa, bunisi 30% bo'ladigan bo'lsa, ularning yig'indisi 100% bo'ladi. Endi katta kichik a ni ko'radigan bo'lsak, u 2 pi q ga teng, 2 pi q. Xo'p, kichik a ni ko'radigan bo'lsak, u demak q kvadratga teng. Xo'p, mana shuni kvadratga oshirib yuborsak, ya'ni p plus q ni kvadratga oshirsak, o'z navbatida pi plus q ni kvadratga oshirganimizki, mana bu yerdagi bir raqamini ham kvadratga oshirishim kerak. Xo'p, pi plus q ni kvadratga oshiradigan bo'lsam, pi kvadrat plus 2 pi q plus q kvadrat kelib chiqadi. Qisqa ko'paytirish formulalari asosida va 1 ning kvadrati 1 ga teng bo'ladi. Endi nima uchun shunaqa bo'lishini mana bu yerda izoh berib o'taman. P plus q ning kvadrati degani pi plus q ni ko'paytir, yana bitta pi plus q ga deganim. P ni p ga ko'paytirsam hozir shu yerda pi kvadrat kelib chiqadi. P ni q ga ko'paytirsam pi q kelib chiqadi. Plus endi q ni p ga ko'paytirsam yana pi q kelib chiqadi. Q ni q ga ko'paytirsam q kvadrat kelib chiqadi. Uni yig'adigan bo'lsak, pi kvadrat plus 2 pi q bo'lganligi uchun 2 pi q plus demak q kvadrat degan formula, ixcham formulaga olib kelib olishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu yerda adashdim. Xo'p, mana bu joy kerak emas bizga. Qolgan joyi turaversin. Demak, mana bunaqa formulamiz mavjud ekan. Endi borib qo'yaman nimani? Chastotalarni. Xo'p, pimiz 0.7 ga teng, chastota qo'yiladi. Foiz qo'ymang. Foiz qo'ysangiz xato qilib qo'yasiz. 0.7 ning kvadrati 0.49. Xo'p, bu yerda esa mana shu yerda 2 qolib ketibdi. 2 ko'paytirilgan 0.7 ko'paytirilgan 0.3 ni qo'yamiz. Va bu yerda 0.42 kelib chiqadi.
Bu yerda esa 0.3 ning kvadrati deyishimiz kerak. Xo'sh, demak 0.3 ning kvadrati 0.09 bo'ladi. Mana bu ikkalasining yig'indisi 0.81. Bu 0.81 nima narsa desa, bu fenotip chastotasi. Yozib qo'yaman. Fenotip chastotasi. Mana bu yerdagi mana bu ham demak fenotip chastotasi. Qanaqa fenotip chastotasi? Demak, mana bu uzun bo'lishining fenotip chastotasi, bu esa kalta bo'lishining fenotip chastotasi. Endi mana bu yerdagi 0.49, hop keling, oq marker bilan bo'yaymiz. Mana bu yerda 0.49, 0.42, mana shu 0.09 ning o'zi ham bular genotip chastotalari hisoblanadi. Katta, ya'ni dominant gomozigota bo'lishining genotip chastotasi 0.49 ga teng ekan. Xo'p, mana bu ikkalasi uzunni berar edi. Fenotip jihatdan uzun. Shuning uchun ham qo'shib olib 0.81 deyapman. Buni bir o'zi kaltani beradi. Yozib qo'yaman, kalta. Demak, deylik, mana shu populyatsiyada yozib qo'yaman. Populyatsiyada xo'p 2000 ta avlod mavjud. Avlod deya olmaymiz. Nega? Chatishtirayotganimiz yo'q-ku biz axir. Axir bu populyatsiya, chatishtirish emas bu. Individ deymiz. Populyatsiyada 2000 ta individ mavjud bo'lsa, keling mana bularni sonini topamiz. O'sha 2000 ta individning ichida dominant gomozigota genotiplilarning sonini topmoqchi bo'lsam, demak, o'sha genotip chastotasini ko'paytirib yuborishim kerak bo'ladi individlar soniga. Demak, bu formula deb qarashingiz ham mumkin. Chastota ko'paytirilgan individlar soni demak nimani beradi? Genotip sonini beradi. Genotip sonini beradi. Faqat mana shu chastota genotipning chastotasi bo'lgandagina amal qiladi bu. Genotip chastotasini qo'ysangiz amal qiladi. 0.49 ni 2000 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak, bizda 800 yo'q, adashdik. 980 ta ekan, 980 ta. Xuddi shunday qolganini ham topib olamiz. Katta, kichigani topadigan bo'lsak, 0.42 buni demak, heterozigotani genotip chastotasi 0.42, uni ko'paytiraman individlar soniga. Endi populyatsiyadagi o'sha avlodlarni, shunaqa organizmlar soni kelib chiqadi bu yerda. Demak, 840 ta ekan, 840 ta. Endi kichik a ni ham topadigan bo'lsam, 0.09 ni ko'paytiraman 2000 ga. Xo'p, o'z navbatida bu yerda 180 ta kelib chiqish kerak. 180 ta. Demak, adashmadikmi? Yo'q, adashmadik. Mana shularning yig'indisi endi umumiy holatda 2000 tani beradi. 2000 ta. Xo'p, ana endi shu yerda agar biz shu yerda 0.81 ni ko'paytirib yuborsak 2000 ga, unda bizda qanaqa son kelib chiqadi? 1620 ta. 1620 ta. Demak, bu 1620 ta adashmadikmi? Xo'p, shu yerda menimcha sal adashmovchilik bo'ldi. Hisob kitoblarimizda yana bir qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Xo'p, 0.49 ni 2000 ga ko'paytirsak, demak 980 bo'lishi rost. 0.42 ni ko'paytirsam 2000 ga, demak 840 ga teng bo'ladi. Bu ham to'g'ri. 0.09 ni ko'paytirsam 2000 ga 180 bo'ladi, to'g'ri. 0.81 ni ko'paytirsam 2000 ga 1620 ga teng bo'ladi. Xo'p. Qayerdadir adashyapmiz hozir bu yerda. Xo'p, 0.49 plus 0.42 plus 0.81 emas ekan, yig'indisi 0. Mana shu yerda adashgan ekanmiz, yig'indisi 0.91 bo'lishi kerak ekan. Mana shuning uchun o'zgartirib qo'yaylik mana shu joyini. Xo'p, demak mana bu yerda 0.91 bo'lishi kerak ekan. Bu yerda esa, bu yerda ham 0.91 bo'lishi kerak ekan. Shunda bu 1620 chiqmaydi. Endi buni to'g'rilab qo'yamiz. Demak, 0.91 ni ko'paytiradigan bo'lsak 2000 ga, xo'p, o'z navbatida 1820 ta kelib chiqar ekan. 1820 ta bo'ldi. Demak, 1820 ta. Mana bu 0.91 nima edi desa, bu fenotip chastotasi edi.
FC, ya'ni fenotip chastotasi. Nimaning fenotip chastotasi desa, uzun bo'lishning fenotip chastotasi edi. Demak, o'sha fenotip chastotasini, muhimi chastota, ko'paytirsam individlar soniga menda nima kelib chiqar ekan? Populyatsiyadagi o'sha fenotipliklar soni kelib chiqadi. O'sha fenotiplarning soni, o'shandaqa fenotipli organizmlar soni kelib chiqadi. Demak, shu 2000 tani ichida 1820 tasi uzun. 180 tasi esa kalta. O'sha 1820 tani ham, o'sha uzunlarni ham ikki qismga bo'lib turib, 980 tasi katta genotipli uzun. Demak, 840 tasi esa heterozigota holatdagi uzun. Endi resessiv gomozigotalar soni o'sha 180 taligacha bo'laveradi. Demak, kichik a kichik alar, ya'ni kattalar 180 ta holatida bo'lar ekan. Xo'p, demak, yana bu yerda bitta narsaga izoh beraman. Nima uchun aynan kvadrat? Kvadrat har doim ham kvadrat bo'lmaydi. Kvadrat bo'lmasligi mumkin. U nimaga bog'liq bo'ladi? Qanaqa to'plamli ekanligiga bog'liq bo'ladi. Misol uchun, n to'plam bo'lganda formula p plus q bo'ladi. 2n to'plamli organizmlar uchun, misol uchun inson organizmi yoki ko'pchilik boshqa organizmlarda ham xuddi shunday, hayvonlarda misol uchun ularda 2n to'plamli. Unda o'sha p plus q dan 2 marta bo'ladi. P plus q dan 2 marta bo'ladi. Va bu p plus q ning kvadrati bo'lishiga olib keladi. E'tibor bering, mana bu yerdagi 2, mana bu yerdagi 2, mana bu yerdagi n, bu p plus q. Ana endi shu yerda o'simliklarda misol uchun, o'simliklarda 3n to'plami ham uchrab turadi. U holatda p plus q ning 3-darajasi bo'ladi. Yoki 4n to'plam bo'lsa, poliplodiyada bu p plus q ning 4-darajasi bo'ladi. 5n to'plam bo'lsa, p plus q ning 5-darajasi bo'ladi. 5-darajasi. Endi genlar faqat ikki xil bo'lmaydi-ku. Ya'ni faqat katta, kichik a, bunisi qora, bunisi esa oq bo'lavermaydi-ku. Misol uchun kulrang. Bizda ko'proq genlar ham bo'lishi mumkin. Xo'p, u holatda nima bo'ladi? Misol uchun katta a, kichik a1, kichik a2, kichik a3 genlari bo'lishi mumkin deylik. Misol uchun mana bunisi qora, bunisi esa demak qizil bo'lsin, mana qizil. Mana bunisi pushti. Misol uchun mana bunisi oq. Ko'p genlilarda, misol uchun ko'p allellikda. Bu ko'p allellikda endi hozir shu yerda. Endi unda har bittasi uchun chastota kiritamiz. P deymiz, buni Q deymiz, buni R deymiz, buni S deymiz. Yoki bo'lmasa ham qon guruhlarida katta A, katta B 0 genlari bo'ladi. Mana shunaqa. Demak, buni P deymiz, buni Q deymiz, buni R deymiz. Mana bunday holatda. Mana bunday holatda harflar bilan belgilab olamiz. Endi bu yerda deylik 2n to'plamli organizm va mana shunaqangi holat bo'lsin. Bu yerda ham qon guruhlari inson 2n to'plamli va mana shunaqangi ko'p allellik bo'lsin. Endi bu yerda p plus q plus r plus s ning kvadrati, chunki 2n to'plamli-da, teng bo'ladi 1 ga. Agar shu yerda mabodoga 3n to'plamli bo'lib mana shunaqangi holat bo'ladigan bo'lsa, unda p plus q plus r plus s ning 3-darajasi bo'lib 1 ga teng bo'ladi. Endi mana bunga qaytaylik, qon guruhlariga. Bu yerda 2n to'plamli, demak p plus q plus r ning yig'indisi 1 bo'ladi shu yerda. Yoki mana bu 0.4, mana bunisi 0.3 deylik-da. Mana bunisi ham demak 0.3 deylik. Mana shunaqa bo'lishi mumkin. O'shani kvadrati teng 1 bo'ladi. Xo'p, 1 kvadrat qo'ysam baribir 1 ni o'zini beradi. Xo'p, mana shunday holat. Endi mana bu yerdagi p, q, r, s lar bu o'sha populyatsiyadagi o'sha belgi xususiyatga javobgar bo'lgan allellar, ya'ni allel genlar. O'shalarni harflar bilan belgilayapmiz. 2 ta allel bo'lsa p va q, 3 ta allel bo'lsa p, q, r, 4 ta allel bo'lsa p, q, r, s. Endi mana buni qavs ochadigan bo'lsak, ancha murakkablashib ketib qoladi. P kvadrat plus q kvadrat plus r kvadrat plus, xo'p, 2p q plus
2pr plus 2 qr. Mana shuncha muammoda. Endi shu muammolardan qutulishda eng samarali yo'lni aytaman sizga. Muammodan qanday qutulish kerak? Eng samarali yo'li. Ikkita gen bo'lsa, katta, kichik a bo'lsa va to'plami 2n bo'lsa, siz uni p va q harfi bilan belgilab olyapman shuni, keling. Ya'ni p plus q teng 1, p plus q ning kvadrati teng 1 deb olmang shuni, keling. Boshqacha belgilaylik shuni. Mana shuni p ni o'rniga bar belgilash kirityapmiz-ku, harflar bilan belgilayapmiz chastotasini. Shuni chastotasini katta a ni o'zi bilan belgilab qo'ya qolaylik. Buni esa kichik a ni o'zi bilan belgilab qo'ya qolaylik. Shunda katta a plus kichik a teng 1 bo'ladi. Mana bu katta a bilan kichik a bu chastotalar. Katta a ning chastotasini katta a bilan, kichik a ning chastotasini kichik a bilan belgiladim. P, q harflari bilan belgilab olmadim. Shunda katta a plus kichik a ning kvadrati ham demak 1 ga teng bo'ladi. Shuni mana shu yerda shuni qisqa ko'paytirish formulasi orqali ishlasak, kvadratga oshirib olsak, a kvadrat plus 2 ta katta a kichik a plus kichik a ning kvadrati teng 1 bo'ladi. Bu tabiiy hol. Mana bu katta ning genotip chastotasi bo'ladi. Mana bu esa katta kichik a ning genotip chastotasi bo'ladi. Mana bu esa kichik a ning demak nimasi bo'ladi? Genotip chastotasi bo'lar ekan. O'zi bizga chatishtirishda ham o'zi 1-2-1 nisbatda chiqardi-yu. Ya'ni heterozigota bo'lsa oldida 2 bo'laveradi degan holat bo'ladi-da bizda. Endi qon guruhlarida ham xuddi shu narsani sinab ko'raylik. Katta A, katta B 0 va bular 2n to'plamli organizmda deylik. Endi keling, shuni katta A ni o'zini chastotasini katta A bilan, katta B ni chastotasini katta B bilan, O geni chastotasini O ni o'zi bilan belgilaylik. Hech qanday P, Q boshqa harflar bilan belgilamaylik. Xo'p, shunda A plus B plus 0 larimiz teng bo'ladi 1 ga. Ya'ni uchalasini tarqalish chastotalar yig'indisi 0 ga teng bo'lishi kerak. Misol uchun 0 0 3 holati yig'indisi 1. Endi A plus B plus 0 ning kvadrat ham 1 ga teng bo'ladi. Qavsni ochaman. A kvadrat plus B kvadrat plus 0 kvadrat plus xo'p 2AB xo'p 2A0 plus 2B0. Mana shunday holatda. Xo'p, mana bu nimaning chastotasi desa, katta bo'lishining demak genotip chastotasi. Bu nimaning chastotasi desa, katta B bo'lishining genotip chastotasi. Bu nimaning chastotasi desa, 0 holatni genotip chastotasi. Bu nimaning chastotasi desa, AB heterozigotani demak genotip chastotasi. Bu nimaning chastotasi desa, A va 0 ning genotip chastotasi. Bu nimaning chastotasi desa, B0 ning genotip chastotasi. Mana. Qiynalmaysizmi? Muammo emas. Topib olasiz. Endi A, B 0 larning o'rniga 0.4, 0.4, 0.3 lar olib borib qo'ysangiz, shunday genotip chastotasi o'zi kelib chiqib qoladi. Endi bu qon guruhlari bo'lganligi uchun birinchi qon guruhi, ikkinchi qon guruhi, uchinchi qon guruhi va to'rtinchi qon guruhi haqida ozroq gaplashib o'tsak. Endi mana shu qon guruhlarini qaysi genlar berardi? Birinchi qon guruhini katta O berardi. Buni esa katta A va katta A0 beradi. Buni demak katta B va katta B0 beradi. Bunda esa AB beradi. Mana buni genotip chastotasi mana bu yerda demak nima qilingan? Ko'rsatilgan mana. 0 ya'ni 0 kvadrat. Endi mana bunda esa men qo'shib olishim kerak. A kvadratga A demak katta mana bu yerda 0 da, katta 0. Mana bu yerda turibdi. 2 katta 0. Shuni qo'shib olsam kelib chiqadi. Xo'p, tamomila aytadigan bo'lsam, mana bu yerdagi 1, 2, 3, 4 qon guruhlari mana shu narsa bu fenotip. Va biz fenotip chastotasini topyapmiz. Mana bu hisob kitobda fenotip chastotasi kelib chiqadi. Mana shu hisob kitobni qilsak, ikkinchi qon guruhining fenotip chastotasi kelib chiqadi. Misol uchun, keling shu ikkinchi qon guruhining fenotip chastotasini hisoblab qo'yaman. Katta A bilan katta A 0 uchun hisoblayman ekan. Demak, buni katta A kvadrat deymiz. Bunda esa heterozigota bo'lganligi uchun 2. Bu heterozigota emas, shuning uchun 2 yo'q. Bunda 1. Heterozigota bo'lgan shu 2. Yo'q, mana tushuning. Necha xil gen bor shu yerda? Necha xil gen bor?
bir xil gen bor. Shuning uchun 1 mana shu yerda. Mana bu yerda necha xil gen bor? 2 xil gen bor. A va 0 geni bor. 2 xil gen bor. Shuning uchun 2 raqami turadi. A ko'paytirilgan 0. Bu yerda ham aytishingiz mumkin. Buni ham A ko'paytirilgan A demaymanmi? Deyman. 1 ko'paytirilgan A ko'paytirilgan A deyman. A ko'paytirilgan A kvadratni beradi-da. Olib borib qo'yaman. A 0,4 bo'lsa, 0,4 ning kvadrati 0,16 ga teng bo'ladi. 0,16. Bu yerda esa demak 2 ko'paytirilgan A0 0,03 0,4 0,3 ga 0,4 ni ko'paytirsam 0,12 12 ko'paytirsam 0,24 0,24. Ikkalasini qo'shib olsam 0,16 ga 0,24 ni qo'shadigan bo'lsam 0,4 kelib chiqadi. Demak 0,4 bu ikkinchi qon guruhli fenotip, ya'ni ikkinchi qon guruhlarining chastotasi 0,4 ga teng bo'lishi kerak ekan. Demak, endi maslashishga o'tamiz. Alfa test mashqlari 1-daraja ikkita allel uchun. Xo'p, formula mana shunaqa. Bu formulani ishlatmaymiz. Boshqa formulani ishlatamiz. Nega kvadrat qo'yiladi? Chunki bitta lokusda bitta gen joylashadi va diploid to'plamli organizm har ikkita gen birga kelib belgini ifodalaydi. Ya'ni nima uchun mana bu yerda kvadrat qo'yiladi desa, diploid bo'lganligi uchun, triploid bo'lsa 3 qo'yilar edi. Xo'p, populyatsiyada resessiv gomozigot organizmlar 16% ni tashkil qiladi. Ushbu ma'lumotdan foydalanib quyidagilarni aniqlang. Dominant allelni chastotasini, heterozigot organizmlar foizini, dominant gomozigot organizmlar foizini aniqlang debdi. Xo'p, keling endi bu masalani ishlaymiz. Birinchi masala. Xo'p, demak, kichik a kvadrati. Nima uchun kichik a kvadrat qo'ydik bu yerda? Chunki kichik a holati uchun biz kichik a kvadratni qo'yar edik. Va ushbu holatda bizda 0,16 ga teng ekan chastotasi. Ya'ni 16% deyilgan edi. O'sha 16% deyilgani demak, bilishimiz mumkin, chastotasi 0,16 ga teng ekan. Demak, kichik a 0,4 ga teng bo'ladi. Katta 0,6 ga teng bo'ladi. Chunki yig'indisi har doim 1 bo'lishi kerak. Demak, men hozir shu yerda katta a ni topish uchun 1 dan 0,4 ni ayirganimda 0,6 kelib chiqdi. Demak, endi so'ralgan narsalarni topib olamiz. Demak, hammasini topib olsak bu yerda. O'zi kichik a 0,16 ga tengligi aytilgan. Endi buni topadigan bo'lsak, bu yerda endi 0,6 ning kvadrati. 0,6 ning kvadrati teng bo'ladi 0,36 ga. Xo'p, endi bu yerda 2 ko'paytirilgan, chunki heterozigota. Xo'p, 0,6 ko'paytirilgan 0,4. Xo'p, demak 0,48 kelib chiqar ekan, 0,48. Ikkalasini qo'shib yuborsak 0,84 kelib chiqadi. Demak, agar savolda so'ralgan, dominant allelning chastotasi P 0,6 ga teng, mana bu yerda 0,6 deb chiqarib qo'ygan edik. Xo'p, heterozigot organizmlar foizi debdi. Heterozigot organizmlar foizi bu yerda mana chastota ko'rinishida berilgan, foizda 48% ni tashkil qiladi. Xo'p, dominant gomozigot organizmlar foizi. Dominant gomozigot organizmlar 0,36 chastotaga ega. Demak, uni foizga aylantirsak 36% ga teng bo'ladi. 0,84 esa bu fenotip chastotasi. Dominantlikni fenotip chastotasi bo'ladi. Xo'p, demak, 2,1. Keling, 2,2 ni ishlaylik. Populyatsiyada dominant gomozigot organizmlar 4% ni tashkil qiladi. Dominant gomozigota demak katta A bo'lishi kerak. Katta A kvadrati 0,04 ga teng ekan. Ya'ni 4% degani chastotada 0,04. Demak, katta A teng bo'ladi 0,2 ga, kichik a teng bo'ladi 0,8 ga. Xo'p, demak, bundan topib olishimiz mumkin bo'ladi. Katta A, kichik a, kichik a. 0,2 ning kvadrati. Bu yerda esa 2 ko'paytirilgan 0,2 ko'paytirilgan 0,8 ning kvadrati. 0,04. Bu yerda esa 0,64. Bu yerda esa 0,2 ni 0,8 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak 0,16 ga kelib chiqadi, 0,32 bo'ladi. 0,32. Xo'p.
Savolda nima so'ralgan edi? Savolda so'ralgan narsalar: resessiv allelni chastotasi 0.8 ga teng. Xo'p, heterozigot organizmlar foizi 32% ga teng. Resessiv gamozigot organizmlar foizi 64% ga teng. Bu yer chastota ko'rinishda turibdi. Foizga aylantiradigan bo'lsak, bu yerda bu 4%, bu 32%. Mana bu esa 64% ga teng bo'ladi. 64%. Keyingi masalaga o'tamiz. 3.1. Populyatsiyadagi heterozigota va resessiv gamozigot organizmlar 75% ni tashkil qiladi. Ushbu ma'lumotdan foydalanib quyidagilarni aniqlang. Heterozigota va resessiv gamozigot organizmlar deyapti. Demak, xo'p. Heterozigota va resessiv gamozigota. Heterozigota bo'lish uchun katta A kichik a bo'lish kerak. Plus kichik a holati 75% ga teng ekan. Xo'p, bizda endi yozmaganimiz katta a qoldi. Hammasining yig'indisi mana shu uchalasining yig'indisi, mana shularning yig'indisi bizda 100% bo'lish kerak edi. Endi mana shu ikkalasining yig'indisi 75% bo'lsa, buning o'zi demak 25% ga teng bo'ladi. 25%. Xo'p. Demak, savolda nima so'ralgan? Resessiv allelning chastotasi debdi. Keling, birinchi mana bu katta a ni topsak. Katta a uchun katta a kvadrat 0.25 ga teng chastota. Mana bu yerda 25% dan topib oldik. Katta a teng bo'ladi 0.5 ga. Demak, kichik a ham teng bo'lishi kerak 0.5 ga. Chunki yig'indisi 1 ni tashkil qilishi kerak bu yerda. Resessiv allelning chastotasi demak 0.5 ga teng. Xo'p, heterozigot organizmlar foizi. Heterozigot organizmlar foizini topish uchun katta a kichik a teng 2 ko'paytirilgan 0.5 ko'paytirilgan 0.5. Hisoblaydigan bo'lsak 0.5 kelib chiqadi. Bu degani 50% degani. 50%. Demak, heterozigot organizmlar foizi 50% ga teng ekan. Resessiv gamozigot organizmlar foizi. Resessiv gamozigot organizmlar demak kichik a holatda bo'ladi. Kichik a kvadrat 0.5 ning kvadratini oladigan bo'lsak 0.25 ga teng bo'ladi. Buni foizda qaraydigan bo'lsak, bu 25% ga teng degan. 100% ko'paytiramizda. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. 4.1. Populyatsiyada gamozigot organizmlar 58% ni tashkil qiladi. Dominant allelning chastotasi resessiv allelning chastotasidan katta. Quyidagilarni aniqlang. Xo'p, demak, gamozigot organizmlar deganligi uchun katta a va katta a plus kichik a bilan kichik a'lar 58% ni tashkil qilar ekan. 58%. Demak, katta a kichik a ga qoladi. Shunda 100% dan 58% ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, xo'p, 42% ga teng ekan. 42%. Endi katta a kichik a ni topishimiz uchun biz 2 ko'paytirilgan katta a ni chastotasi ko'paytirilgan kichik a ni chastotasi derdik. O'sha 0.42 ga teng bo'lish kerak ekan. Demak, katta a bilan kichik a ni ko'paytmasi bu 2 bu yoqqa bo'lishib o'tganligi uchun 0.21 ga teng bo'ladi. Endi biz aytyapti, dominant allelning chastotasi resessiv allelning chastotasidan katta. Buni mana bu yerga yozib qo'yaman. Dominant allelning chastotasi katta ekan resessiv alleldan. Va ularning yig'indisi 1 ga teng bo'lishi kerak. Sistema qilamiz. Demak, katta a bo'lishi mumkin 0.3, kichik a bo'lishi mumkin 0.7. Bu birinchi holat. Ikkinchi holat. Katta a bo'lishi mumkin 0.7, kichik a bo'lishi mumkin 0.3. Demak, ikkita holat bor. Birinchi holat, ikkinchi holat. Biz qaysi birini olishimiz kerak? Bizda dominant allelning chastotasi resessiv allelning chastotasidan katta deganligi uchun birinchi holatni ola olmaymiz. Chunki kichik a katta bo'lib qolyapti. Xo'p, bizda mana bunday holat bo'lishi kerakligi uchun biz ikkinchi holatni olamiz. Katta a 0.7, kichik a 0.3 ga teng ekan. Dominant allelning chastotasini toping debdi, 0.7 ga teng. Resessiv gamozigot organizmlar foizi debdi. Resessiv gamozigot organizmlar demak kichik a bo'ladi.
kichik a kvadrat deymiz. 0,3 ning kvadratini olishimiz kerak bu yerda. 0,09 ga teng bo'ladi. Foizda esa bu 9% degani. Xo'p, dominant gomozigot organizmlar foizi. Dominant gomozigot organizmlar katta A ga teng bo'lishi kerak. Dominant gomozigot organizmlar foizini topishimiz uchun katta A ning kvadrati deyishim kerak. 0,7 ning kvadrati bo'ladi bu yerda va 0,49 ga teng. Foizda hisoblaganimizda esa 49% ni tashkil qilar ekan. Xo'p, demak, bu ketdi. 5-masalaga o'tamiz. Populyatsiyada dominant allel chastotasi resessiv allel chastotasining 20% ko'p bo'lib, ushbu ma'lumotdan foydalanib quyidagilarni aniqlang. Resessiv gomozigot organizmlar foizi, dominant gomozigot organizmlar foizi, heterozigot organizmlar foizi debdi. Xo'p, demak, katta A ga kichik A ni qo'shganimiz 100% ga teng bo'lishi kerak. Endi mana bu yerda aytayapti-da, dominant allel chastotasi resessiv allel chastotasi 20% ko'p. Kim ko'p? Dominant allel ko'p. Kimdan ko'p? Resessiv alleldan ko'p. Qanchaga ko'p? 20% ga ko'p. Qanaqa qo'shimcha ishlatilyapti? Ga degan qo'shimcha ishlatilyapti. Ko'pidan kami ayriladi. Katta A minus kichik A teng 20%. Endi shu sistemani ishlab chiqamiz. Uning uchun qo'shib yuboraman. Ikkita katta A teng bo'ladi. Kichik A lar qisqarib ketadi. 120% ga. Demak, bitta katta A teng bo'ladi bu yerda 60% ga. Kichik A teng bo'ladi 40% ga. Mana bunday holatda. Endi resessiv gomozigot organizmlar foizi debdi. Uning uchun topaman. Kichik A teng, kichik A kvadrat teng 0,4 ning kvadrati teng 0,16. Bu genotip chastotasi. Kichik A genotipning chastotasi foizda 16% bo'ladi. Xo'p, keyingisida aytayaptiki, dominant gomozigot organizmlar foizi deyapti. Dominant gomozigoti katta A teng katta A kvadratiga, xo'p, 0,6 ning kvadrati 0,36. Foizda esa 36%. Keyingisiga o'tamiz. Heterozigot organizmlar foizi. Katta A kichik A teng, demak 2 ko'paytirilgan katta A ko'paytirilgan kichik A teng 2 ko'paytirilgan 0,6 ko'paytirilgan 0,4 teng. Xo'p, 0,48. Mana bu 0,48 heterozigota holatning demak genotip chastotasi foizda 48% bo'ladi. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. 6.1. Populyatsiyada dominant gomozigot organizmlar resessiv gomozigot organizmlardan 40% ga kam. Endi bu yerda boshqacharoq narsa aytilyapti. Xo'p, katta A bilan kichik A ning yig'indisi 100% ga teng. Savolda aytilishi bo'yicha katta A kichik A ga nisbatan kichik ekan. 40% ga. Qo'shimcha qanaqa? Ga qo'shimchasi. Shuning uchun kichik A dan ayiraman katta A ni. Kattasidan kichik ayriladi. Shunda 40% teng bo'lish 40% ga teng bo'lar ekan. Sistemani demak qo'shib yuboraman. Katta A lar yo'qolib ketadi. Ikkita kichik A qo'shilganda ikkita kichik A teng 140% bo'ladi. Kichik A ga 70% qolar ekan. Katta A esa 30% ga teng bo'ladi. Heterozigot organizmlar foizi. Dominant gomozigot organizmlar foizi, resessiv gomozigot organizmlar foizi. Xo'p, demak, topadigan bo'lsak, katta A kvadrat 0,3 ning kvadrati 0,09. Chastota bu, foizga aylantirsak 9% ga teng bo'ladi. Keyingisi katta kichik A teng. Xo'p, demak, 2 ko'paytirilgan katta A ko'paytirilgan kichik A 2 ko'paytirilgan 0,3 ko'paytirilgan 0,7 0,42 bu chastota foizi 42% bo'ladi. Demak, heterozigot uchun hisobladik. Resessiv gomozigoti uchun kichik A kvadrat bo'lishi kerak. 0,17 ning kvadrati 0,49 demak 49% degani. Keyingisiga o'tamiz.
Xo'p. 701. Hisor qo'ylari populyatsiyasida jun rangini oq bo'lishi qora bo'lish ustidan dominantlik qiladi. 900 ta qo'yning 81 tasi qora junli. Ushbu ma'lumotlardan foydalanib, allel chastotalari PQ hisoblang. Heterozigotali organizmlarning sonini toping. Dominant gomozigota organizmlar sonini aniqlang. Xo'p, keling endi shu masalani ishlaymiz. Birinchi navbatda qora rangli qo'ylar berilyapti. Xo'p. Bu yerda demak, katta A oq bo'lishini ta'minlar ekan. Kichik a esa qora rangda bo'lishini ta'minlar ekan. Xo'p, va bizda qora rangli qo'ylarning soni 81 dona ekanligi aytilgan. 81 dona. Xo'p, oq rangli qo'ylarning soni noma'lum, bizga kerak emas. Umumiy populyatsiyada 900 ta individ mavjud. Individ. Bizda bitta formula bor. Formulamiz qanaqa? Chastotani ko'paytirsak individlar soniga Xo'p. Nimaning chastotasi ekanligiga bog'liqda. Genotip deylik. Genotip chastotasini individ soniga ko'paytirsak, genotip soni kelib chiqadi. Genotip chastotasi bilan genotip sonining farqi bor. Endi xuddi shu narsani fenotip uchun ham ishlatish mumkin bo'ladi. Misol uchun yozaman. Fenotip chastotasini ko'paytiramiz individlar soniga. Individ. Endi o'sha fenotip chastotasini individga ko'paytirganimizda fenotip soni kelib chiqadi. Fenotip soni. Xo'p, fenotip chastotasi qancha ekanini bilmayman. X ga teng bo'la qolsin. Ko'paytirilgan individlar soni 900 ta, fenotip soni 81 ta. Ya'ni shu fenotipning ichida qora ranglilar 81 taga teng. Demak, mana bu X imiz qora rangni beruvchi fenotip chastotasi bo'lishi kerak. X ni topishimiz uchun 81 ni 900 ga bo'lib yuboramiz. Bu yerda 0.09 kelib chiqadi. Xo'p, demak. Endi qora rangli bo'lishi, demak, kichik a geniga bog'liq. Katta A va katta A kichik a bo'lgan holatda, mana shu holatda u oq rangda bo'lishi kerak. Xo'p, kichik a bo'lgan holatda esa bu qora rangda bo'lishi kerak, qora. Va uni o'sha kichik a kvadrat beradi. 0.09 ga teng ekan. Endi kichik a teng, ildiz ostidan chiqarib yuboramiz 0.09 ni. Ildiz ostidan chiqarganimizda o'z navbatida 0.3 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Kichik a 0.3 ga teng bo'lsa, demak katta a 0.7 ga teng bo'lishi kerak, chunki yig'indisi 1 ga teng bo'ladi. Endi bu ikkalasini ham shunda topishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Keling hisoblaymiz. Katta a kvadrat teng 0.7 ning kvadrati teng 0.49. Xo'p, 2 ko'paytirilgan katta a ko'paytirilgan kichik a teng 2 ko'paytirilgan katta a 0.7 ga teng. 0.7 ko'paytirilgan 0.3. 0.42 ga teng. Mana bu holatda. Xo'p, endi biz keling genotip sonini topib qo'yamiz, chunki savolda allel chastotalarini toping degan biz topdik. 0.07 ekan. Heterozigotal organizmlar soni, dominant gomozigotal organizmlar soni so'rabdi. Xo'p, heterozigotal organizmlar sonini topishimiz uchun 0.42 ni mana ki genotip sonini topish uchun chastotaga individlar ko'paytirishimiz kerak. Demak, katta kichik alarning sonini topishimiz uchun 0.42 ni ko'paytirib yuborishim kerak bo'ladi 900 taga. Kattalarning sonini topishimiz uchun esa 0.49 ni ko'paytirishim kerak bo'ladi 900 taga. Xo'sh, demak 0.42 ni ko'paytiraman 900 ga. Bizda
378 ta ekan bular. Bularni topaman. Endi 0.49 ni ko'paytiraman 900 taga. Va bu yerda 441 ta ekanligi kelib chiqadi. 441 ta. Xo'p, demak sonlarni topib oldik. Endi ikki allel gen uchun boshqacharoq savollar kelyapti. Xo'p, qani ko'ramiz. Beta test mashlariga o'taylikchi. Beta test mashlari. Bir ma'lum tulki populyatsiyasida katta A geni 60% ni, kichik A geni 30% ni tashkil etadi. Ushbu populyatsiyada 3000 ta tulki bo'lsa, populyatsiyadagi heterozigot organizmlar sonini aniqlang. Xo'p, hisoblaymiz. Katta A bilan kichik A ni chastotalari berildi. Katta A ni chastotasi 60% ga teng ekan. 60%. Keyingisi esa 40%. Bularni endi chastota ko'rinishiga o'tkazadigan bo'lsak, 0.6 ga 0.4 ekan. Heterozigotalar deyapti, shuning uchun ko'paytiramiz. 2 ko'paytirilgan katta A ko'paytirilgan kichik A. 2 ko'paytirilgan 0.6 ko'paytirilgan 0.4. Demak, hisob-kitobda amalga oshirsak 0.48 ekanligi kelib chiqadi. Bu endi chastota. Tulkilar soni 3000 ta, o'sha genotip chastotasini, mana shu genotip chastotasini ko'paytiramiz individlar soniga, ya'ni 3000 taga. Xo'p, demak 0.48 ni ko'paytirib yuboradigan bo'lsak 3000 taga bizga kelib chiqadi 1440 ta. Demak 1440 ta nima mavjud ekan? Demak, heterozigot organizmlar mavjud ekan. To'g'ri javob B javob ekan. B javob. Xo'p, endi 201 masala. Ma'lum oq ayiq populyatsiyasi katta A gen 70%, kichik A gen 30% ni tashkil etadi. Shu populyatsiyada 2000 ta tulki deb qo'yibdi. Shu ayiq bo'lishi kerak. Ayiq bo'lsa, populyatsiyadagi gomozigot organizmlar sonini aniqlang debdi. E'tibor bering, gomozigota deyapti. Qanaqa gomozigota ekanligi aytilmagan. Demak, bu yerda ikkalasini ham tushunishimiz kerak. Bu yerda endi yozamiz. Katta A genining tarqalish chastotasi, kichik A genining tarqalish chastotasi. Xo'p, bunisi 0.7 ga, bunisi 0.3 ga teng ekan. Biz heterozigotalarni topamiz. Bu yerda 2 ko'paytirilgan 0.7 ko'paytirilgan 0.3 0.0 demak 42. Endi birdan ayirib tashlasam 0.42 ni, demak bizda qoladi 0.58. Mana shu 0.58 imiz demak gomozigotalarga tegishli bo'ladi. Katta va kichik A ga. Foizda hisoblasa 58%. Endi savolda nima so'ragan? O'shani soni so'ragan. Ya'ni mana shu ikkalasini soni so'ragan. Katta va kichikalarni. 0.58 ni ko'paytiraman 2000 ga. Xo'p, 0.58 ni 2000 ga ko'paytiradigan bo'lsak 1160 ta bo'lar ekan. Demak, bu ham katta A ga va ham kichik A ga tegishli qiymat bo'ladi. Xo'p, nima uchun birdan 0.42 ni ayirsak bu ikkalasi kelib chiqadi degan savol paydo bo'ladi. Katta A plus katta A kichik A'lar umumiy 100% populyatsiyani hosil qiladi. Mana buni ayirib tashlaydigan bo'lsam, demak, mana bu ikkalasi menda o'z o'rnida qoladi. Demak, keyingisiga o'tishimiz mumkin. 3.1. 3.2 ni ishlaylik, keling. 3.2. Ma'lum bo'ri populyatsiyasida 36% qora rangli bo'rilar uchraydi. Qora rangni beruvchi gen oq rangni beruvchi gen ustidan dominantlik qiladi. Ushbu populyatsiyada bo'rilar soni 4000 ta bo'lsa, oq rangli bo'rilar soni qancha? Xo'p, bo'ri populyatsiyasida 36% qora rangli bo'rilar deyapti. Endi qarang. Savol bo'yicha qora rangni beruvchi gen oq rangni beruvchi gen ustidan dominantlik qiladi deyilyapti. Xo'p, katta qora, kichik A oq. Endi
katta A ham, katta kichik A ham ikkalasi ham qorani beradi. Qora. Va u 36% ga teng. Kichik A esa u oq. Bu 64% ga teng. Endi buni chastotaga aylantirib olsak, kichik A kvadrat teng 0.64 ga, kichik A teng bo'ladi 0.8 ga, katta A teng bo'ladi 0.2 ga. Xo'p, biz boshqacharoq usul qilamiz. Umumiy populyatsiya 100% bo'ladigan bo'lsa, bizda 4000 ta deb savolda aytilyapti o'zi. 4000 ta. Oq ranglilar so'ralgan. 64% qancha deb qo'ysak ham bu yerda topib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, 64% ni hisoblaydigan bo'lsak 4000 ni 2560 ta ekan. 2560 ta. 2560 ta bo'lsa, demak to'g'ri javob B javob bo'lishi kerak ekan. Xo'p, demak turi birinchi masalaga o'tamiz. Turi 1. Ma'lum bir quyon populyatsiyasida qo'ng'ir rangli gen oq rangli genning ustidan dominantlik qiladi. Ushbu populyatsiyada heterozigotali organizmlar 48% ni tashkil qilsa, Hardy-Weinberg chastotasini toping. Qo'ng'ir rangli quyonlar oq rangli quyonlardan 680 taga ko'p. Xo'p. Keling, bu yerda endi yozaman. Katta A genni qo'ng'ir deb olamiz. Qo'ng'ir. Kichik A genini esa oq deb olamiz. Oq. Demak, qo'ng'ir fenotipni beradigan, demak, organizmlar katta A bilan katta kichik A'lar. Oq rangni beradiganlar esa genotipi kichik A bo'lishi kerak. Endi heterozigotali organizmlar 48% ni tashkil qilar ekan. Mana shu 48% ga teng ekan. 48%. Qo'ng'ir rangli quyonlar oq rangli quyonlardan 680 taga ko'p. Xo'p, boshqa ma'lumotlar aytilmayapti. Savolda Hardy-Weinberg chastotasini toping deb qo'yibdi. Xo'p, mana bunday narsa qilamiz endi. Katta A plus katta A kichik A ko'p ekan. Kichik A'dan 680 taga. Endi katta kichik A'ni topishimiz uchun 2 ko'paytirilgan katta kichik A derdik va u 0.48 ga teng ekan. Katta kichik A teng 2 bu yoqqa bo'lishib o'tadi. Shuni hisobidan 0.24. Katta A bilan kichik A qoladi bu yerda. Katta A nechidir, kichik A nechidir? Bunisi 0.6 bo'lsa, bunisi 0.4. Ikkinchi ehtimollik ham bor. Katta A 0.4 bo'lishi mumkin. Kichik A esa 0.6 bo'lishi mumkin. Ikkita holat mavjud. Endi biz bunda qaysi birini olishimiz kerak degan savol paydo bo'ladi. Xo'p. Ikkita holat uchun ham mos keladi. Bizdagi mana shu holat. Biz shunchaki mana 60% ga 40% degan holatni, A javobni belgilab qo'yishimiz kerak bu yerda. 60% ga 40%. Keyingi masalaga o'tamiz. 5.1. Ma'lum bir populyatsiyada heterozigotali organizmlar 42% ni tashkil etsa, dominant gomozigotali organizmlar soni 90 tani tashkil qilsa, resessiv gomozigotali organizmlar soni nechta? Demak, pi kichkina ekan quvdan. Xo'p, keling hisoblaymiz endi. Demak, pi kichkina ekan quvdan. Pi bilan quvni yig'indisi 1 ga teng. Va endi menda heterozigot organizmlar 42% deganligi uchun 2 pi quv teng bo'lar ekan 42% ga, ya'ni 0.42 ga. Shunaqa. Demak, pi quv teng bo'ladi. 2 bu yoqqa bo'lishib o'tadigan bo'lsa 0.21 ga. Xo'p, endi demak, quv teng bo'lar ekan 0.7 ga. Pi teng bo'ladi 0.3 ga. Mana bu yerdagi yuqorida ko'rsatilgan katta kichik ishorasiga to'g'ri kelishi kerak.
Shuning uchun mana shunaqa deb yozamiz. Yoki mana bunaqa desak ham bo'ladi. Kichik a teng bo'ladi 0.7 ga, katta a teng bo'ladi 0.3 ga. Ma'no bir xil. Endi gamozigotali organizmlar soni 90 tani tashkil qilsa, resessiv gamozigotali organizmlar sonini toping debdi. Xo'p, katta A ni topishim uchun katta A ning kvadratidan foydalanar edik. 0.3 ning kvadrati 0.09 ga teng bo'ladi. Demak, o'sha chastotani mana shu 0.09 bu genotip chastotasi ko'paytirib yuborsak, individlar soniga ko'paytiradigan bo'lsak, bu yerda populyatsiya soni, ya'ni genotip soni kelib chiqishi kerak. Genotip soni. Ayni damda genotip sonini 90 ta ekanligi aytilyapti, 90 ta. Endi keling individni topamiz. Individlarni topishimiz uchun 90 ni mana shu chastotaga bo'lib yuborishim kerak 0.09 ga. Xo'p, demak 90 ni bo'lsak 0.09 ga menda 1000 degan hisob kitobimizda chiqadi. Individlar soni 1000 ta ekan. Endi kichik a ni topsak, kichik a kvadrat 0.7 ning kvadrati 0.49. Endi uni, ya'ni shu genotip chastotasini individlar soniga 1000 taga ko'paytirib yuborsak, o'shanda demak genotip soni kelib chiqadi. Resessiv demak gomozigotalar soni 490 ta ekan. 490 ta. To'g'ri javob A javob ekan bu yerda. 601. Sherlar populyatsiyasida dominant gen chastotasi resessiv gen chastotasidan 1,5 marta ko'p. Ushbu populyatsiyada katta A geni yung rangini sarg'ish bo'lishini, kichik A geni yung rangini oq bo'lishini ta'minlaydi. Sher populyatsiyasida 200 ta sher bo'lsa, sarg'ish sherlar nechtani tashkil qiladi? Xo'p. Demak, katta A geni sarg'ish, kichik A geni esa oq bo'ladi, oq. Endi shu yerda aytilyapti, katta A geni mana dominant gen chastotasi resessiv gen chastotasidan 1,5 marta ko'p. Demak, katta A ning chastotasi ko'p ekan, kichik A ning chastotasidan 1,5 marta. Xo'p, marta ishlatilsa biz bo'lamiz. Katta A ni kichik A ga bo'lganimiz, ya'ni ko'pini kamiga bo'lganimizda 1,5 kelib chiqish kerak ekan. Demak, katta A teng bo'ladi 1,5 ko'paytirilgan kichkina A ga. Katta A bilan kichkina A ning yig'indisi, o'sha genotip genlarni tarqalish chastotalar yig'indisi 1 ga teng bo'lishi kerak. Endi o'rniga olib borib qo'yaman. Xo'p, katta A ni o'rniga 1,5 A ni olib borib qo'ysam, 1,5 kichkina A qo'shilgan kichkina A teng 1 bo'ladi. Demak, qo'shib yuboradigan bo'lsa, 2,5 kichkina A teng 1. Endi shu 1 ni 2,5 ga bo'lib yuborsam, kichkina A kelib chiqadi. 1 ni bo'laman 2,5 ga. 0,4 kelib chiqadi. Katta A ni topadigan bo'lsam, 0,6 kelib chiqadi. Demak, mana chastotalarni topdik. Savolda xo'p, katta A geni yung rangini oq bo'lishini ta'minlaydi. Sher populyatsiyasida 2000 ta sher bo'lsa, sarg'ish sherlar nechtani tashkil qiladi degan narsa aytilyapti. Sarg'ish bo'lish uchun katta A va katta A kichik A bo'lishi kerak. Hisoblaymiz. 0,6 ning kvadrati 0,36. Xo'p, 2 ko'paytirilgan 0,6 ko'paytirilgan 0,4. Chastotalar olib borib qo'ysam 0,48. Bu katta ni genotip chastotasi, bu heterozigotalarning genotip chastotasi. Shu ikkita genotip chastotalarni qo'shsak, fenotip chastotasi kelib chiqadi. Fenotip chastotasi. Nimaga teng bo'ladi bu yerda? 0,36 ga qo'shaman 0,48 ni. Demak, 0,84 ga teng bo'ladi. 0,84. Bu 0,84 bu fenotip chastotasi. Chunki bu ikkalasi
sarg'ish degan fenotipni beradi. Sarg'ish. Endi o'sha 0.84 ni ko'paytiraman 2000 ga. Yo'q, 200 taga. 200 ta she'r mavjud deyapti. 200 ta she'r mavjud deyapti. Ko'paytiramiz, demak 200 taga. Demak 168 qiymati kelib chiqar ekan. 168 ta sarg'ish she'r mavjud bo'lar ekan. To'g'ri javob B javob ekan. Endi aytishinglar mumkin, shuni oq she'rlarni topib olsak, resessiv gomozigotani 0.4 ni kvadrati 0.16, keyin uni 200 taga ko'paytirib topib olsak-da, undan keyin ayirib tashlasak 10.000 sondan sarg'ishga qoladi. Usul ham to'g'ri, agar unaqa ishlaydigan bo'lsangiz. Xo'p, endi gamma test mashlariga o'tamiz. 3 ta allel gen uchun ABS genlari organizmlar kelish holati berilgan. Bu genlar hammasi bir xil belgi ifodalaydi va bir-biriga nisbatan kuchli bo'lishi dominant resessiv yoki birlashib boshqa xususiyatni ifodalashi mumkin. Masalan, qon guruhlari yoki ko'z rangini ifodalashi mumkin. Formula A plus B plus C teng 1. Har bir genning chastotasi va yig'indisi 1 ga teng. Chastotasi bor va yig'indisi 1 ga teng. A plus B plus C ni kvadrati 1 ning kvadratiga teng. Nega kvadrat qo'yiladi? Chunki bitta lokusda bitta gen joylashadi va diploid to'plam bo'lganligi uchun. Xo'p, har ikki gen birga kelib belgini ifodalaydi. Demak, mana shundan ikkita ko'paytmasida mana bu narsalar chiqyapti. Demak, A mana bunday holat bizda mana bunaqa holat kuzatilar ekan. Hardy-Weinberg qonuni bo'yicha P plus Q plus R dan foydalanishim kerak va mana bunaqangi formula kelib chiqishi kerak. Lekin biz buni ishlatmaymiz. Mana buni o'zini ishlatib qo'yaveramiz. Chunki o'sha oson. Oson bo'lsin deb biz genning o'zini chastotasini ham belgilaydi deb quyidagicha olamiz. Hardy-Weinberg bo'yicha mana olingan. Endi masala berilyapti. Diploid organizmlar 3 xil allel mavjud. A, B va C. Populyatsiyada ushbu allellarning chastotalari mos ravishda 06, 03, 01. Hardy-Weinberg muvozanatiga binoan har bir genotip uchun kutilayotgan chastotalarni hisoblang. Populyatsiyada katta B genotipiga ega bo'lgan individlar foizini toping. Xo'p, ajoyib. Mana shu yerda foiz bilan chastotani farqi bor. Chastota boshqa narsa, foiz boshqa narsa. Hozir o'zingiz ko'rasiz. Xo'p. Yozamiz. Demak, P teng ekan 0.6 ga 0.6 ga. Xo'p, Q teng ekan 0.3 ga. Demak, R teng bo'ladi bu yerda 0.1 ga. Xo'p, bu A genini tarqalish chastotasi, bu katta B genini tarqalish chastotasi, bu katta C genini tarqalish chastotasi edi. Endi formuladan foydalanamiz. Katta plus katta B plus katta C ning kvadrati teng 1. Endi shuni kvadratini nima qilamiz? Oshirishimiz kerak. Yo'q, bunaqa qilib o'zimizni qiynashimiz shart emas. Boshqacharoq yo'l qilamiz yaxshi. Katta o'zi gomozigota holatda kela oladimi? Kela oladi. Katta B o'zi gomozigota holatda kela oladimi? Kela oladi. Katta C o'zi gomozigota holatda kela oladimi? Kela oladi. Katta B bilan birgalikda kela oladimi? Mana shu ikkalasi keladi. Heterozigota holat bo'ladi bu. Katta C bilan kela oladimi? Albatta kela oladi. Xo'p, mana bu B va C lar birgalikda kelish mumkinmi? Mumkin. Bu gomozigotami? Gomozigota. Bu ham gomozigota, bu ham gomozigota. Bu heterozigota. Ikki xil gen bor bularda. Heterozigota. Ko'paytirilgan, hammasi ko'paytirilgan. Xo'p, endi belgilarni qo'yamiz. Katta A ko'paytirilgan, katta A teng. Xo'p, katta B ko'paytirilgan, katta B teng. Katta C ko'paytirilgan, katta C teng.
katta A ko'paytirilgan katta B teng katta A ko'paytirilgan katta S teng katta B ko'paytirilgan katta S teng. Xo'p, A kvadrat B kvadrati S kvadrati 2AB 2AC xo'p 2BS bo'ldi. Mana shu holatda ekan. Endi borib qo'yamiz. 0.6 ning kvadrati 0.36 ga teng. Xo'p, 0.3 ning kvadrati 0.09 ga teng. 0.1 ning kvadrati 0.01 ga teng. 2 ko'paytirilgan 0.6 ko'paytirilgan. Xo'p, B demak bizda 0.3 ga teng edi, 0.3. 0.6 ga 0.3 ko'paytirsak 0.18 0.36 ga teng bo'ladi. 2 ko'paytirilgan, xo'p 0.6 ko'paytirilgan S 0.1 ga teng, 0.1. 0.06 0.12. Buni hisoblaymiz. 2 ko'paytirilgan B demak bizda 0.3 ga teng, 0.3 ko'paytirilgan S 0.1 ga teng. Demak 0.06 ga teng. Shunda. Xo'sh, har bittasining demak nimasini topdik? Genotip chastotalarini topdik. Endi bularda hammasini foizga aylantirib chiqamiz. Genotip foizini topib olamiz, ya'niki 36%, 9%, 1%, 36%, 12%, 6%. Xo'p, endi diploid organizmlar bu ham xuddi shu narsa. Mana bu yerda individ soni ham beryapti. Keling shu yerda o'zida individ bor deb qaraylik. Shu yerda individlar sonini bor deb qaraylik. Individlar sonini deylik 1000 ta individ bor deylik. 1000 ta individ mana 1000 ta individ. Va o'shandan katta B genotiplilarni katta B genotipga ega bo'lgan individlar sonini topsak, uning uchun chastotasi kerak. Katta B ning chastotasi 0.36 ga teng ekan. 0.36 ni ko'paytirib yuborishimiz kerak bo'ladi 1000 ga. Demak 360 ta bo'lar ekan. 360 ta 1000 ta individ ichidan. Bu ham xuddi shu holat bo'ladi-da hozir shu yerda. Xo'p. Demak 3/1 da nima deyilyapti? 3/1. Ana endi mana bu yerda fenotip aralashyapti. Endi mana shuni keling qayta tartiblab chiqamiz. Katta A geni qora rangni bersin, misol uchun qora. Katta B geni malla rangni bersin, malla. Xo'p, katta S geni deylik oq rangni bersin. Endi shu yerda savol bersa, shu individlar 1000 ta bo'lsa, 1000 ta individdan nechtasi qora, nechtasi malla va nechtasi oq? Mana shunaqangi savol berilsa, buni qanday ishlagan bo'lar edik? Xo'p, qani endi ko'ramiz. Birinchi navbatda bu holatda men mana bunaqangi betartib ko'rinishda yozmagan bo'lar edim. Ya'ni tartiblab yozgan bo'lardim. Tartiblab yozish qanday bo'ladi? Qulay qilib yozish, ya'niki hozir buni ko'rib chiqamiz. Qulay qilib yozishdi. Xo'p, endi unda boshladik. Birinchi o'rinda qora qachon qora bo'ladi? 3 xil holatda o'shani yozgan bo'lardim. Malla 2 xil holatda malla bo'ladi, oq 1 xil holatda oq bo'ladi. Demak, katta A, katta A, katta B, katta A, katta S. Bular qora bo'ladi. Qora. Endi yana 2 xil holat bor. Katta B, katta B, katta B, katta S. Bu ikkalasi malla bo'ladi. Malla. Endi eng oxirgi holat bu
kattasi buni o'zi yakka o'zi oq bo'ladi. Ana endi men buni hisoblagan bo'lar edim. 0.6 ning kvadrati demak 0.36. Xo'p, bu yerda endi 2 ko'paytirilgan 0.6 ko'paytirilgan b uchun 0.3 bo'lishi kerak. 0.3 hisoblaydigan bo'lsam, bu yerda 0.6 0.3 ko'paytirsam 0.18 0.36 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, bu yerda demak 2 ko'paytirilgan 0.6 ko'paytirilgan s 0.1 0.06 0.12 ga teng bo'ladi bu yerda. Endi mana shularni qo'shganimda, mana shu 3 ta genotip chastotalarni qo'shganimda, misol uchun bu kattani genotip chastotasi, gomozigotani. Bu heterozigotani, katta bir heterozigotani genotip chastotasi. Bu ham heterozigota, kattasi heterozigotani genotip chastotasi. Shu 3 ta genotip chastotasini qo'shganimda qora rangli bo'lishini fenotip chastotasi kelib chiqadi. 0.36 ga qo'shaman, yana bitta 0.36 ni qo'shaman 0.12 ni. 0.12 ni. Bunda demak 0.84 ga teng bo'lar ekan. Qora rangda bo'lishining nimasi? Fenotip chastotasi. Yozib qo'yaman. Fenotip chastotasi. 0.84 ni ko'paytirib yuboramiz individlar soniga. 1000 taga. Xo'p, 0.84 ni ko'paytiramiz 1000 ga. Demak 840 ta bo'lar ekan. 840 ta. Demak mana shu 840 qora rangda bo'lishining, ya'ni o'sha 1000 ta individning ichidan qora rangdagi individlar soni 840 ta ekan. Xuddi shu tartibda malla bilan oqni ham topib olish mumkin bo'ladi. Xo'p, demak bu yerda ham xuddi shu narsalar aytilyapti. Xo'p, mana bu yerda e'tibor bering. Gomozigota kichik SS genotipli individlar 4% deyapti. Mana shu 4% 0.04 chastota degani ilzosidan chiqarib yuborsa S geni kelib chiqadi. Kattani chastotasi 0.5 ekan. Demak S ni chastotasi bu yerda 0.2 ga teng bo'ladi. 0.3 qolyapti B ga. B ni chastotasi 0.3 bo'lar ekan. Qolgani oson. Demak bizda shu bilan Hardy-Weinberg tugadi. Qolganini endi variantlarda kelganda ko'rib ketsak ham bo'laveradi.